Dadasi? Ha Pekka so'rashdi-da. Nima gap xotin? Короче, 5 ta boladan keyin bizda yana yangilik bor-da. Xotin sezyapsan? Bez pauza ketyapsan. To'yimiz bo'lganiga o'zi 6 yil bo'ldi. Ko'z tegmasin, mana 6-bola ham tayyor. Xotin, sen bilan faxrlanaman. Sen eng zo'r tug'uvchilardansan. Do'g'orimiz esingizda? Bundan keyin bori qo'lingni sovuq suv ko'rmaysan. Nima ish bo'lsa man qilaman, tushundingmi? Qaynatma sho'rbami yo chuchvarami, mantimi, qovoq solsammi, mana o'zim qilaman. Oy, nonib ketay. Qani bitta qora choy damlang, xonamda bo'laman. Olib chiqib berarsiz-a? Конечно. Axir 9 oylik qullik davri boshlandi. Договор есть, договор. Qoraya, hozirda. Hot, choy damlab ber, ishga chiqib qolyapman. Men homiladorman. Meni urish mumkin emas, so'kish mumkin emas. Menga ish ham qilish mumkin emas. Договор есть договор. Choy ichmasdan ketaman. Ey popu. Hech bo'lmasa ko'ylagimni dazmollab ber. Men ham xotini bor odamlarga o'xshab dazmollangan kiyim kiyib boray. Men homiladorman. Menga bosim o'tkazish mumkin emas. Ortiqcha движение qilish ham mumkin emas. Meni kayfiyatimga qarash kerak. Chunki bunaqa paytda meni kayfiyatim nozik. Onasini yemsan. 6-yilga kelib aqldan ozdi. Men homiladorman. Senlarni hozir kuningni ko'rsataman. Men homiladorman. Menga yarashaveradi. Dadasi, mana men homiladorman-ku. Qara-ya, aytmasang o'lay agar bilmas ekanman. Shunga kecha bolam menga vizov tashatdi. Tug'ilmagan bola vizov tashabdi. Ha, azizlar. Bolam aytdi-da, unga tilla vitamin yetishmayotgan ekan. Bolamning gapi gap. Bo'ldi jigar dedim. Shunda shaharga chiqdim-da, butun shaharni aylanib, qidirib, surishtirib, eng qulay joyga, Alayskidagi diamant do'koniga bordim. U yoqdachi tillalari arzon, nabor bomba, самый главныйsi bo'lib to'lashga bor ekan. O'sha yerdan tilla olaylik. Senga og'ir ko'tarish mumkin emas. Sen o'tinlarni nima qilasan? Bo'yningga taqasanmi? Bo'yningga nagruzka tushadi. Senga tushgan nagruzka bolaga tushgan nagruzka demakdir. Yo, xotin, men unaqa vahshiylik qila olmayman. Men seni asrab avaylashim kerak. Axir sen homiladorsan. Lekin barib to'lash kerak-da. Nimani to'lashim kerak? Menga bo'lib to'lash mumkin emas. Axir men homiladorman. Договор есть договор. It's the one and only Digo Double G. Dadasi? Nima? Xullas doktorga bordim. Ha? Ish qilib umid yo'q ekanmi? Nafasingizni siqiling. Xullas, menga hordiq kerak ekan, menga kislorod kerak ekan, menga neobechniy parvarish kerak ekan. Ha, bu erkakka ham parvarish kerakligi haqida aytishmadimi? Dazmollangan kiyim kerakligi haqida aytishmadimi? Ketiga o'ylab miya energiya olasan-ku, yetmas ekanmi? Xullas doktor aytdi, agar xotin kerak bo'lsa, kerak emas. Unchalik kerak emas deyman-da. Xo'sh, sen nima uchun kerak bo'lar ekansan? Xullas, agar xotin kerak bo'lsa, meni bir Maldiv orollarigami, Baligami yoki Antaliyagami, xullas dengiz bo'ylariga olib borib dam oldirib kelar ekansiz. Men 1 yildan beri qishlog'imga bora olmayapman, bu Baliga borarmish. Dengiz deydimi? Umrda ko'lmakni ko'rmaganim. Moldivga borarmish. Enangga jo'nataman, molni boqasan. Men qara, doktor ayol kishimidi? Ha, ayol kishi. Xo'sh, qayerga boramiz? Boshqa doktorga boramiz. Dadasi? Ha? Keldingmi? Xullas, boshqa doktor aytdi. Men o'ladigan kasal ekanman. Yo'q. Shunaqami xotin? Men sensiz chidolmayman, yasholmayman. Shunaqa ekan. Xullas, operatsiyaga 500 million so'm kerak ekan. Yoki 500 million topib operatsiya qilar ekanmiz, yoki o'lar ekanman. Endi bu xush xabarmi, shum xabarmi bilmay qoldim-da.
Xullas, vashcha qiyin operatsiya ekan. Srochniy pul topmasak bo'lmaydi. Yoki nima? Men o'lamanmi? Xotin, har ikki gaping birida o'layagar derding. Menimcha shu bashoratlaring jincha to'g'ri kelyapti-da. Uzr, bu noxush xabar-da. Shunda men o'lamanmi? Menimcha o'laysan xotin. Chunki menda uncha pul yo'q. Nimaga? Nimaga? Va iplas shuncha pulni yeb ichib yuborgansan. Nafs. Jonim, televizorga tusha olmayapman. Kim bu? Qaytib qilib oling. Nima, siz hali menga xiyonat qilyapsizmi? Endi bir kun ham siz bilan yashamayman. O tovuqni garangi, meni bunga aloqam yo'q. Kecha o'rtog'im telefonimni qizga esidan jo'ratdi. Bunaqa gaplaringizchi borib, ana ko'chadagi muammolaringizga yetasiz. Xotin sen o'tiruvchi narsa, xotin men tushuntirib berasan. Bundan boshlab boshingiz ochiq eshitdingizmi? Qaytib siz bilan yashamayman. Ko'zimga ko'rinmang. Yuring men jo'q. Nima xotin? Boshqa ko'zimga ko'rinmang. Men senga tushuntirib beraman. To'ppa-to'g'ri tushunyapman siz. Tushundingizmi? O men. Yo'q, tashlamayman. Nima? Men hozir ketsam bilasan nima bo'ladi? Nima bo'lar ekan? Birinchidan 500 dollar kvartira pulini to'laysan. Tushundingmi? 200 dollar bolalarni bog'chasi pulini to'laysan. Qanday tushunding? Undan tashqari 200 dollar taksi puli, ovqatlanishing. Endi qara. Har oyda sen budjet to'laysan, kiyim-kechak, salon 300 dollarmi? Restoranga borish, aylanishlar, viloyatga chiqish. Qancha bo'ldi? 1,5 mingmi? 1,5 ming. Men bechara o'zimni kunimni bir amallab ko'raman. Men ketdim. Dadasi, Nimaga? men hazillashdim-ku. Hazillashdim. Bering sumkangizni bera qoling. Xush qilaman birgalikda. Oshlaymiz, oshlanmayman. Osh bilan yo'qotdi menga. Бегоришка как огонь. Sigaretmi? Bu sigaret chekyaptimi? Hozir kunni ko'rsataman. Dadasi! Ha, xotin, tinchlikmi? Men bilaman, a? Sigaret chekyapsizmi? Sen tedangmisan? Siz hali chekib yuribsizmi, a? To'ydan oldin menga ichmayman, chakmayman deganmidingiz, a? Deganmidingiz? Bu nima unda? A? Bu nima? Bo'pti, qarang. Yoki meni tanlaysiz, yoki meni sigaretingizni tanlaysiz. Tanlang. Xotinjon o'zing tinmay yotyapsan, xo'pmi? Dadasi hazillashgandim. Nazira, 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 yuragimni ezma nazira.